Insoniyat tarixida juda ko'p xatolar bo'lgan. Kimdir noto'g'ri kemaga bilet olib qo'ygan, kimdir sababsiz urush boshlagan, yana kimdir zamonga adaptatsiya qila olmagan. Lekin hech qaysi xato bir qog'ozga qo'yilgan imzochalik qimmatga tushmagan. 1976-yil 12-aprel kuni Kaliforniyada Ronald Uin ismli muhandis bir kompaniyadagi ulushini sotish haqida shartnomaga qo'l qo'yadi. U o'z kelajagini, avlodlari boyligini va dunyodagi eng katta imperiyani 10% ulushini bor yo'g'i $8 ga sotib yuboradi. O'sha payt u Apple'ning 3-asoschisi edi. Wozniak va Steve Jobsning sherigi. Ronald o'sha kuni riskdan qutuldim. Endi qarzlar uchun javob bermayman deb xotirjam uxlagan bo'lishligi mumkin. Lekin aslida nima yo'qotganini tasavvur ham qila olmaydi. Ronald bugun qayerdaligini bilasizmi? Amerikaning qaysidir shtatdagi kichkina bir uychada pensiyasini kutib yashayapti. Uni o'sha kuni sotgan 10% bugun $300 milliard turadi. Bu pulga siz O'zbekistondagi hamma mashinalarni, hamma uylarni sotib olishingiz mumkin. Majoziy ma'noda bo'lsa ham. Keringlar, Ronald nima uchun ulushini sotganini tushunishga harakat qilib ko'ramiz. O'sha paytlar unga Jobs va Wozniakning g'oyalari riskli tuyulgan. Hozir chiqib ketmasam, borimdan ayrilaman deb vahimaga tushgan. U o'zini investorman deb o'ylagan, lekin ko'pchilikka o'xshab juda klassik xatoni qilgan. Ya'ni bozor past nuqtasida kema endi suzaman deganda suvga sakrab yuborgan. Nega videoni bu voqea bilan boshladim? Hozirgi bozordagi vaziyatlarga qaraydigan bo'lsak, ko'pchilik investorlarda xuddi shu Ronald effektini ko'ryapman. 2022-yilda Dubayda HBS ekosistemasiga asos solib turganimizda tez foyda qilishning orqasidan yugurmaganmiz. Tizim qurishga harakat qilganmiz. Hozir ham shuni harakatdamiz. 2023-yildagi 70% va 24-yildagi 30% foydamiz strategiyamiz ozmi, ko'pmi ishlashiga isbot bo'la olsa kerak. Lekin bir nima bilib olaylik, bozor bu bir tirik organizm. U har doim biz xohlagan tarafga yurmaydi. 2025 va 26-yil boshlaridagi tushishlar umumiy portfelimizga 40% atrofida korreksiya, ya'ni pasayish berdi. Ochiq gaplashaylik, shu pasayishlarda bir necha investorlarimiz kapitalni qaytarib olishga qaror qildi. Men buni hurmat qilaman. Lekin bu aynan o'sha 1976-yildagi kemadan sakrashga o'xshaydi. Chunki bozor tarixidagi eng katta o'sishlar aynan mana shunaqangi qonli va hamma qochadigan kunlardan keyin bo'lgan. Biz HBS fondida hozir $10 million atrofida kapital boshqaramiz. Raqamlarni, sikllarni ko'rib turibman. 2023-yilda foyda ko'rganimizda qanaqangi xotirjam bo'lsak, hozir ham shunaqangi sovuqqon bo'lishimiz shart. Investorning xarakteri yashil kunlarda emas, aynan mana shunaqangi qizil kunlarda bilinadi. Sovuqqon bo'l, sabrli bo'l deb ko'p maslahat berishadi. Aytishga juda oson deb ensasini qotiradiganlar ham kam bo'lmasa kerak buni eshitganda. Ayniqsa hamma narsa yaxshi bo'lib, foyda kelib turgan bo'lsa. Lekin haqiqiy sovuqqonlikni hayotda ko'rsatish juda qimmatga tushadi. Ishoning, men boshimdan o'tkazganman, men bilaman. Sizlar bilan ochiq gaplashib kelishib oldik, to'g'rimi? Ko'pchilik investitsiya qilishni boshlagandan keyin davro foydaga chiqaman deb o'ylaydi. Yo'q. O'zim ham bu sohaga professional investor bo'lib kirishdan oldin $1 million atrofida pul yo'qotganman. Ha, $1 million. Kim uchun kichkina summa, kim uchun katta summa? Men uchun ishoninglar juda katta summa. Nega zararim bunaqa kattalashib ketganini keyin analiz qilib ko'rganman. O'sha paytlarda faqat biznes bilan, ya'ni tadbirkorlik bilan shug'ullanardim. Tadbirkorning miyasi qanaqa ishlaydi, bilasizlar? Doim harakat, agressiv risk va yana risk. Men xuddi shu tadbirkorlik xarakteri bilan moliya bozoriga kirib kelganman. Investitsiyada biznes xarakteri teskariga, faqat zararga ishlar ekan. Tadbirkor risk qilish kerak. Bunga umuman shubha yo'q. Investorning ishi bo'lsa sabr. Eng qizig'i, hozirgi fondimizda ko'p investorlar ham menga o'xshagan tadbirkorlar va ular ham hozir aynan men qilgan xatoni takrorlashyapti. Ya'ni bozor ozgina qizarganda o'sha tadbirkorlik instinkti uyg'onib, pulni ushlab qolish kerak deb fonddan chiqish qarorini qilganlar ham bo'ldi. O'rtada shartnoma bor, to'g'ri. Lekin ishonch saqlanib qolishligi uchun ba'zilariga cho'ntakdan ham pulni to'lab berdik. Moliya bozori juda katta joy. Unda katta yo'qotishlar ham, katta topishlar ham bo'ladi. Afsuski, meni ham yonimda birinchi boshlaganimda borma kuyasan deydigan ustozim bo'lmaganligi uchun xatoni cho'ntagimdan to'ladim. Lekin men bunga yo'qotishni emas, bozorga to'langan kurs puli deb qarashni boshlaganman. Lekin afsuski juda qimmat dars bo'lgan. Investitsiya olamida bitta gap bor. Agar siz hech qachon zarar ko'rmagan bo'lsangiz, demak hali investitsiya qilishni umuman boshlamabsiz. Bozor faqat matematika yoki qandaydir grafik emasda. Aytganimdek, bozor bu eng birinchi navbatda poligon va poligonda rostdan faqat sabrlilar yuta oladi. Masalan, velosipedda tepalikdan pastga tushish qanchalik oson bo'lsa, tepaga chiqish shunchalik qiyin bo'ladi, to'g'rimi? Rizqimiz yozilgan. Lekin o'sha rizqqa yetishish yo'lida imtihonlar bizni pishirib boradi. Va shu narsaga ishonganimiz uchun hozir ham shu yerda o'tirib xotirjam sizlarga shu gaplarni gapiryapman. Odam bolasi tabiatdan yo'qotishdan qo'rqadi. Bu instinkt. Lekin
Moliya bozorida bu instinkt sizni dushmaningizga aylanadi. Investitsiya olamida bitta achchiq haqiqat bor. Ya'ni qo'polroq qilib aytadigan bo'lsam, bozor shunaqangi qon qusayotgan vaqtda sizga imkon bermasa, boshqa qachon imkon beradi? Bozor tepaga chiqqandami? Hamma yugurib kirayotganda, hamma burchakda kripto, aksiya, oltin deb baqirayotgan, hamma joy yashil bo'lib, hamma o'zini dahoman deb o'ylayotgan paytda foyda qilish bu mahorat emas. Bu shunchaki oqim bilan suzish xolos. Oqim esa har doim ham bir tarafga oqavermaydi. Haqiqiy professional investor kema chayqalib, hamma vahima bilan suvga sakragan payti rulni qattiqroq ushlab qoladi. Bilasizmi nega? Chunki bozor bu boylikni sabrsizlardan sabrlilarga o'tkazadigan katta bir mexanizm hisoblanadi. Bizga aytilgan buyuk bir hikmat bor. Buni ko'pchiligimiz bilamiz. U nima edi? Albatta qiyinchilik bilan birga yengillik bor. Moliya bozorida ham har qanday tushish bu keyingi sakrash uchun prujinani qattiq qisilishi degani. Prujina qancha qattiq qisilsa, u shunchalik balandga otadi. Men esa o'sha prujinani qachon va qayerga otishini prosta kutib o'tiribman. Oddiy odam bilan investorning farqi nimada bilasizmi? Oddiy odam bozorni deylik kazino deb o'ylaydi. Bugun $100 tikdim, ertaga jackpot urib $1000 bilan chiqib ketishim kerak degan xayolda yuradi. Ya'ni bozorni o'yin deb o'ylaydi. Investor esa buni bir bog' deb biladi. Yaxshi niyat qilib yerga urug' ekadi, qishda sovuq urmasin deb qattiq mehnat qiladi va bahorda hosil oladi. Biz esa hozir aynan o'sha qish faslidamiz. Endi o'ylab ko'ring. Qishda bog'ni tashlab qochgan odam bahorda mevasiz qolishi aniq-ku, to'g'rimi? Investitsiya bu shunchaki pul tikib qo'yishmasda, bu kelajakka, vaqtga va eng asosiysi erkinlikka qilinadigan strategik harakat. Agar men ham hozir gap so'zlarga qarab, bozor tushishiga qarab turib, orqaga qaytib ketadigan bo'lsam, ya'ni bozordan chiqib ketadigan bo'lsam, mehnatimga, tajribamga va eng yomoni o'zimga bo'lgan ishonchga xiyonat qilgan bo'laman va haqiqiy ahmoq investorda ishda qilgan bo'laman. Nega $1 million zarar ham meni qarorlarimni o'zgartirmadi? Hozir sizlar bilan oddiy odam e'tibor bermaydigan, lekin investorlar tushunadigan o'sha sirli souslar va nima uchun aynan hozir sotish kerak emas, sotib olish vaqti ekanligini tushunishga harakat qilamiz. O'zi bilasizmi, ko'pchilik nimaga bu bozorda pul yo'qotadi? Keyin uzoqqa bormaylik-da, yaqinda bo'lgan voqea haqida gaplashaylik. Ya'ni yaqinda hamma joyda tilla olib qo'yish kerak, tilla eng xavfsiz aktiv degan gaplar rost aylandi. Odamlar tilla o'zini tarixiy cho'qqisi turgandi. Ya'ni eng qimmat paytida xuddi tilla tugab qolgandek yugurib borib navbatga turib olishdi. Keyin nima bo'ldi? O'sha vahimalardan keyin tilla 20% dan ko'proqqa tushib ketdi. Endi qarang. Agar tilla o'zini odatiy o'sish tempiga qaytadigan bo'lsa, o'sha cho'qqisida tilla olganlarning pulini qaytarib olishlik uchun yillar ketadi. Chunki tilla og'ir aktiv, sekin o'sadi. Moliya bozorlarida yozilmagan qonun bor. Bozor ko'pchilikni boy qilish uchun yaratilmagan. Endi o'ylab ko'ring, agar hamma bir xil foyda qilish mumkin bo'lganida, dunyoda pulsiz odam qolmagan bo'lardi. Investitsiya olamida ikki xil ishtirokchi bo'ladi: aqlli kapital va vahimali olomon. Ular bozorda panika payti hamma qo'rqib qo'lidagi borini sotayotganda o'sha arzon aktivlarni sotib olishadi. Ular uchun hozirgi bozor pasayishi bu chegirma kuni, lekin omma esa teskarisini qiladi. Tilla misolida gaplashganimizda bozor cho'qqisida turganida yugurib kirishadi va bozor ozgina tushishi bilan eng past nuqtasida sotib chiqib ketishadi. Aynan mana shu joyda boylik bitta cho'ntakdan ikkinchisiga o'tadi. Bo'ldi, shu boshqa hech qanaqangi sirli sous yo'q. O'zi to'g'risini aytganda qancha yugursangiz ham baribir o'sha zavodskiy nastroyga qaytaverasiz. Ya'ni baraka topgan odamlarda o'xshagan narsa sizda ham o'xshashini. Bundan boshqa yo'lda ancha uzoqqa ketib qolishingizni tushunasiz. Investitsiyaning eng katta siri va eng yaxshisi bu ehson ekan deysiz. Baraka esa halollikda ekan deysiz. Buni shunchaki chiroyli gap bo'lgani yoki reelslarda kesib aylantirishadi deb aytmayapman. Siz qanchalik ko'p bersangiz, sizga shuncha qaytadi. Hattoki 10x yoki 100x bo'lib qaytadi. His qilib ko'rishlik uchun ishoning, faqat sinab ko'rishlik kerak. Kutmaganingizda kelib qolishni boshlaydi. Faqat siz ushlab qolishsiz bo'ldi. Keling endi mavzuga qaytamiz. HBS fondida biz aynan mana shu logikada ishlaymiz. All in, ya'ni hamma kapital bilan bitta aktivga kirmaymiz. Bizda DCA, Dollar Cost Averaging degan strategiyamiz bor. Narx tushgan sari biz ham o'rtacha narximizni tushirib boramiz. Tasavvur qiling, $100 ga siz bitta Bitcoin oldingiz. Narx $50 ga tushdi. Agar siz $50 ga yana bitta Bitcoin olsangiz, siz o'rtacha narxingiz $75 bo'ladi. Narx $100 ga emas, $76 ga chiqsa ham siz foydaga kirasiz. Afsuski, omma teskarisini qiladi. Omma boshqacha qiladi. Ya'ni $100 ga oladi, $50 ga tushganda qo'rqib sotib yuboradi. Farqni ko'ryapsiz? Fonddagi minusda ham o'zimdagi $1 million zarardan keyin ham xotirjam gapirib o'tirishim mana shundan. Narx tushganini ko'rsam, aktivni chegirmada arzonlashtirib olishga imkoniyat deb ko'raman.
investorning eng katta dushmani bu vaqt, ya'ni vaqt yetishmasligi. Agar sizga ertaga pul kerak bo'lsa, siz har qaysi tushishda pul yo'qotasiz. Lekin siz 1-2 yil uzoqroqqa qaraydigan bo'lsangiz, siz hozir eng yaxshi pozitsiyalardan bittasi turibsiz. Bunaqa tushishlar investor uchun eng katta imkoniyat eshigi. Faqat bu eshikdan kirishga hammani ham qo'pol qilib aytganda duxi yetmaydi. Lekin bitta narsani tushunib olishimiz kerak. Hamma narsani ham arzonlashgan sotib olish bunga to'g'ri kelmaydi. Chunki bozorda minglab koinlar bor, minglab aksiyalar bor. Ulardan afsuski 90% dan ko'pi shunchaki axlat. Narx tushdimi, qaytib umuman chiqmasligi mumkin. Biz aytgan strategiya faqatgina bitta shart. Olayotgan narsangizni fundamental qiymatiga ishonsangiz, keyin oling. O'shandagina ishlaydi. O'zimiz ham biror aktivni portfelimizga qo'shishdan oldin, albatta birinchi o'rinda joizligiga, keyin aktivni orqasida kim turibdi, qanaqangi texnologiyasi bor va dunyodagi qaysi muammoni hal qilyapti. Mana shularga qaraymiz. Tasavvur qiling, bozorda ikkita magazin bor. Bittasi sifatli kiyimlar sotadi, ikkinchisi esa bir marta yuvsa teshiladigan sifatsiz narsalarni. Agar sifatli do'kon skidka e'lon qilsa nima qilamiz? Yugurib borib olamiz, chunki ishonamiz yomon narsa sotmaydi. Lekin sifatsiz do'kon narxi qancha tushirsa ham axlatlicha qolaveradi. Ko'pchilik qayerdagi shitcoinlarni yoki kelajagi yo'q kompaniyalarni arzon bo'lib qoldi deb sotib olishadi va ular nolga tushib ketganda investitsiya yomon narsa ekan, undan ko'ra mazza qilib ishlasam bo'lmaydimi deb xafa bo'lishadi. Qarang, investitsiya bu faqat pulni boshqarish emas. Birinchi o'rinda ma'lumotlarni filtrlash degani. Sizga kimdir masalan mana bu narsa ko'tarilar ekan desa ishonmang. Chunki u odam ertaga bozor qulaganida zarariga turib bermaydi. Mas'uliyat har doim o'zingizda qoladi. Jamoamiz bilan birga kapitalimni, shu bilan birga bizga ishongan o'nlab investorlarning pulini shu filtr orqali o'tkazaman va zarariga ham qaysidir ma'noda sherik bo'lamiz. Bilasizlarmi, nimaga o'zi professional investor juda ko'p yutadi? Chunki u o'yin boshlashdan oldin yutqazish ehtimoli eng kam bo'lgan joyni tanlaydi. Bugun gaplashganlarimizning hammasi shunchaki nazariya bo'lib tuyulishi mumkin. Gapirish oson misloqdan qani o'sha tanlagan aktivlaringizni ko'rsating deydiganlar ham topiladi. Ha, to'g'ri aytishadi. Gapirish har doim oson bo'lgan. Lekin investitsiya olamida faqat natija gapiradi. Men shunchaki ekran orqasida turib, aqllilik qiladigan ekspert bo'lib ko'rinib qolishni xohlamayman. Gapirgan gaplarimga, strategiyamizga va eng muhimi jamoamizga qanchalik ishonishimni ko'rsatish uchun $200,000 challenge boshlamoqchiman. Ya'ni shaxsiy kapitalimdan $200,000 ajratdim. Bu pul bilan nima qilaman? Qaysi aktivni nega olyapman? Qayerda sotyapman? Gaplashgan strategiyalarimiz real bozorda qanaqangi ishlayapti? Bularning hammasini jamoamiz bilan ochiq ko'rsatib boramiz. Nega aynan hozir? Nega hamma qochayotgan paytda men $200,000 da o'rtaga ketyapman? Chunki men boyagi eshikdan kirishga duxi yetadigan investorlar safida deb o'ylayman o'zimni. Endi challenge hisobotlari, umumiy jarayonni esa Telegram kanalimda yoritib boraman. Kanalga qo'shilish uchun link videoning ostida. Bozor juda adolatli joy. U uzoq muddatda osmondan tushirib hech kimga boylik bermaydi. U faqat o'z yo'liga, o'z bilimiga va eng muhimi o'z sabriga ishonganlarni mukofotlaydi. Bugun hamma joyda qish. Hamma qochyapti, hamma vahimada. Lekin aynan mana shu sovuq hosil narxini belgilaydi. O'zingizga va bilimingizga investitsiya qilishdan to'xtamang. Sog' bo'ling.